هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. Allah Teala'nın El-Cebbar degan ismi haqida. Muhammed Yusuf. Hayatning rəhimsizligi sizni qiynab qo'ydimi? Turmushning qattiqchiligi belingizni egib qo'ydimi? İnsanlarning vafosizligi dilingizni bearam qildimi? Aqlsizlarning tentakligi ko'nglingizni ranjitdimi? Siz rostini dardlaringizga shifolik tilamsiz? Ko'nglingizga tasalli istamsiz? Yurak yaralaringizni tengishni xohlamsiz? Undaqda siz Allah Teala'ning El-Cebbar degan muborak ismi bilan tanishing. Bu ismga bo'lgan iymoningizni kuchaytiring. Barliq yaralaringizni Allah Teala'ning o'sha ismi bilan tenging. Chunki Allah Teala'ning El-Cebbar degan muborak ismining ma'nolaridan biri bandlarning yurak yaralarini tang'uvchi, har xil og'riqlarga shifolik berguchi va dillarga tasalli berguchi deganlikdir. Arab tilida teng'iqni jabira, tang'uvchini jabir deydi. Jabbar degan so'z Jabir degan so'zning mubolag'a shakli bo'lib, hamisha tanadigan degan ma'noni bildiradi. Allah Teala'ning El-Cebbar degan muborak ismi Qur'on Karimda tuvandagidek 3 xil ma'noda kelgan. Birinchi, rahim shafqat qilish va ko'yinish ma'nosida kelgan bo'lib, Allah Teala'ning ojizlarning yuraydiganligini, ranjiganlarning yurak yaralarini o'zining rahim shafqati bilan tanadiganligi va kasallarga ham barliq dardlarga shifolik beradiganligini ifodalaydi. Allah Teala mushu muborak ismi bilan hojatmanlarning hojatini ravo qilib, kasallarga shifolik berdi. Qiyinchilikda qolganlarga o'ng'aylik yaratib berdi. Şuna biz namazlarımızdaki 2 secde arlıqda Allahümme gfirli varhamni vecburni varfa'ni vehdini varzuqni, yani ey Allah, günahimni mağfiret qılgın, bana rahim qılgın, yaralarımni tangın, mertebemni yuqori qılgın, meni to'g'ri yo'lga boshlig'in va menga rizq bergin deb duo qilishga buyurilgan. Ikkinchi, kuch-quvvat ma'nosida kelgan bo'lib, Allah Teala'ning zo'rlik kuchiga tayanib insonlarni azgan va ularga mushtumzorlik qilgan zolimlarni yer bilan yakson qilib jazolaydiganligini ifodalaydi. Uchinchi, ustunlik ma'nosida kelgan bo'lib, Allah Teala'ning jami xalqidan ustun ekanligini, shundaqla rahim shafqati va yordami bilan ularga yaqin ekanligini ifodalaydi. Allah Teala bandlarning jismoniy va ma'naviy jarohatlarini tang'uvchi, shifolik berguchi va ko'ngillarga tasalli berguchi zotdir. Yiqilib ketish, teyilib ketish degandek kelishmasliklar ig'ir bo'lganda insonlarning so'ngaklarini sundurdi, ammo ahonat, dil azar, shafqatsizlik, xiyonat qatorliq qilmishlar bo'lsa, insonning yuragini ezib, dillarini sundurdi. Yuraklari ezilgan, dillari sungan kishilarning dardini, yana shularga o'xshash yuraklari ezilgan, dillari sunganlar biladi. Allah Teala bandlarning mana shundaq har turli sunuqlarini o'zining El-Cebbar, ya'ni tang'uvchi, asirg'uvchi degan muborak ism bilan davolaydi. Hayotning rahimsizligi, dunyoning halakchiligi va turmushning qiyinchiligi belini egib qo'ygan, ko'nglini parishon qilgan nurg'un kishilarning belini Allah Teala o'z shafqati bilan ruslaydi. Ularning ko'ngillariga tasalli beradi. Allah Teala yo'qsullarga yordam qiladi. Yetimlarning beshini silaydi va kasallarga shifolik beradi. Payg'ambar alayhissalom bizga 2 sajda orasida va barliq duolarimizda Allohumma gfirli varhamni vejburni varfa'ni vahdini varzuqni, ya'ni ey Allah, gunohimni mag'firat qilgin, menga rahim qilgin, yaralarimni tang'in, mertebemni yuqori qilgin, meni to'g'ri yo'lga boshlig'in va menga rizq bergin deb duo qilishni o'rgatgan. Yaralarimni tang'in degan duo kundalik turmushimizda nurg'unlagan ko'ngilsizliklar va kutilmagan kelishmasliklarga uchrab turganligimizni, yana kelib bularning hammasida Allah Teala'ning shafqatiga muhtoj ekanligimizni ifodalaydi. Biror dardmanni ko'rsangiz, uning dardiga darmon bo'ling. Biror muhtojni ko'rsangiz, uning hojatini ravo qiling. Yig'laganni ko'rsangiz, uning yeshini surting. Och qolganni ko'rsangiz, uni cho'qim to'yg'izing. G'amkinni ko'rsangiz, uning diliga umid shamini yiqing. Bu orqali Allah Teala'ning sizning qo'lingiz bilan bandlarning yurak yaralarini tengishga musharraf bo'ling. Allah Teala'ning sizni bu sharaflik ham katta ishlarga ishlatganligidan xushal bo'ling. Bu siz uchun nima degan katta sharaf ha? Payg'ambar alayhissalom bir Yahudi bolaning kesirini yo'qlab, uni olamcha xushal qilib o'tdi. Aniqki, bu xushallik butun oilaga yetdi.
Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu bir əma ayalının öyünü süpürüp beriş və tamıqını pişirip beriş arqılıq o ayalının dilini yayırtı ötüdü. Abdullah ibn Mübarek vafat bolğandan keyin nurg'unlagan yo'qsul aileler o'zlariga yillardan beri yoshuruncha yemek içmek yetkazib berib kelayotgan kishining dal shu kishi ekanligini bilib hasrat chekidi va uning haqqiga ko'p duo qilishdi. O'ziga yillardan beri dushmanlik qilib kelayotgan bir kishi vafot bo'lgandan keyin Alloma ibn Taymiya uning oilasiga berib, oila tavobatlarga tasalli berish orqali ularning so'lg'in dillarini yashartirdi. Ular kishilarning so'lg'in dillarini yashartish va ularning dardlariga darmon bo'lishdan iborat ulug'vor ishlar bilan mashg'ul edi. Chunki Alloh taolo ularni shunday katta sharafli ishlarga ishlatgan. Natijada ular Alloh taoloning Al-Jabbor degan muborak ismining dillarga tajalli qilishiga vasila bo'lgan. Alloh taolo dili sungan, ko'ngli azoblangan, biror yordamga, mehr shafqatga va tasalliga muhtoj bo'lgan nurg'un kishilarga o'zining mehr shafqatini va yordamini yetkazish orqali yana nurg'un kishilarni ishlatadi. Hayotimizda buning misollarini ko'p ko'ramiz. Do'stlarimdan biri mundaq hikoya qiladi. Bir kuni havoning intayin issiq soatlarining birida aramning atrofida bir mo'mayning taslikda arusini ittirib ketayotganligini ko'rib, uning yeniga bordim. Qarasam, arudagi narsalar setish uchun elib chiqqan ushaq-tushak turmush buyumlari ekan. Mo'mayning qo'riq bosgan yuzi oftobda qariyib ketgan va qo'llari yerilib ketgan bo'lib, usti-beshidan chipillab ter qo'yilmoqda edi. Mo'mayga qarab onamni esladim. To'g'risi, mo'mayda onamni ko'rdim. Onunğa qattiq ichim og'ridi va ixtiyorsiz yig'lab soldim. Yanchiqimda bor bo'lgan ozroq pulimni elib, uningga berdim, ondan harusini ittirib, soyiga olib berib, mo'may bilan xo'shlashdim. Ammo bu manzara bir qancha kungacha ko'z oldimdan zodi nari ketmadi. Aradan bir qancha hafta o'tmayla Alloh taolo meni xuddi men heliqi mo'mayni xush qilgandek qattiq xush qilib etdi. Ya'ni mening uzundan beri hal qila olmagan ishim hal bo'ldi va bank hisobimga ko'p miqdorda pul kirdi. Mekke'deki Ummul Qura Üniversitesi'de okuyatkan bir okuvchi beşidini ötken bir qissini mundaq bayan qildi. Bir kuni oxirgi imtihonga ulgurish uchun aldırab üniversiteye ketib o'tdim. Yo'lda bir kishi mashinamni to'sdi va saqchi idorisini so'radi. Men aldirash bo'lsam-mu, uni mashinamga elib oldim. Yo'lda u o'zining ahvolini bir qur bayon qilib berdi. O kishi aslida umriga kelgan bo'lib, 3 kun burun qo'l so'mkasini yutirib qo'yibdi. O pasporti, puli ve hemen narsasidan ayrılıp kalgan ekan. O bana 3 günden beri ko'chada yotganligini ve kishilar nima bersa shuni yeb, qo'lsiqini to'yg'izib kelayotganligini aytdi. Arqadan qattiq yig'lab ketdi. Bu ahvolni ko'rib mening ko'nglim buzildi. Shunga uningga "Tag'a, o'zingizni xor qilib yurmang. Faqat Allohga sajda qilib dardingizni ayting. Alloh sizga cho'qim chiqish yo'li beradi" deb tasalli berdi. Yanchiqimni aqtursam, aran 83 riyal pulim bor ekan. Hammani uning berib etdim. 2 haftadan keyin imtihon natijalari chiqdi. Men cho'qim o'tolmayman deb o'ylagan va eng qo'rqqan pandan 83 numar olganligimni bildim. Gerçi bu ahvoldan biroz hayron qolgan bo'lsam-mu, ammo Alloh taoloning bu iltifotidan olam suyundim. Dunyoda hech qanday ish tasodifiy bo'lib qolmaydi. Hamma ish Alloh taoloning hikmatli o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. 83 riyallik yordamning eng qiyin pandin 83 numar elishga sabab bo'lganligi tasodifiylik emas, balki Alloh taoloning yaxshilik qaytarishi. Atrofimizda nurg'un ishlar bo'lib turdi. Biz qanchalik inkor qilsakmi, hatto ko'rmasga selib olsakmi, ammo bu ishlarning har biri Alloh taoloning hikmatini, irodasini namoyon qilib turdi va hech qanday bir ishning tasodifiy bo'lib qolmaydiganligini ta'kidlab turdi. Bu qissada Alloh taolo mazkur o'quvchining ko'ngli yaralangan shu kishining yarasini davolashga ishlatgan. Ondan uningga tegishli mukofotini bergan. Qisqasi, siz kishilarning hojatini ravo qilsangiz, Alloh taolo cho'qim sizning hojatingizni ravo qiladi. Siz boshqalarning ko'ngliga xushallik elib kelsangiz, Alloh taolo cho'qim sizning ko'nglingizga xushallik ato qiladi. Kishilarning eng cho'ng hojatini ravo qilsangiz, Alloh taolo sizning eng cho'ng va eng qiyin hojatingizni ravo qilib beradi. El-cezâ'ul ihsani illa'l ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir. Alloh taolo biror bandasining dardlariga davo, ranjiga shifo bo'lishni xolasa, xolig'ini qiladi. Badili qanchalik bo'lib ketsin, qilch parvo qilmaydi.
İnsaniyetning iftiqarlıq ülgisi Hazreti Muhammed aleyhisselam Taif şəhridən mübarək putlarının qan aqqan halda qəmkin qaytıb kelgan vaqtida Allah Taala onunğa Cibrilni əvətib, əgər xalısan sana taş etib əziyyət bərgən Taifliklərinin üstüge Əxşəbəyin tığını bastırmən degan. Allah Taala birər bəndisi üçün dünyanı və onundakı həmin nərsini ala qılıb ötərləydi. Öz vaqtida Nuh aleyhisselamның qavmi onu məsxir qılıb könlüge azar bərgəndə Nuh aleyhisselam Allah Taalaga iltica qılıb "Enni məğlubun fəntasir." Ben rastlarına ularga tənkilənmədim. Bana yardım qılğan deb qavmiga qarşı yardım tilgan. Şunun bilan Allah Taala tufan balasını əvətib yeryüzünü suğa qarıq qılgan. Yani Nuh aleyhisselam üçün dünyanı qarıq qılıb etgan. Acaba Allah Taala'nın başqa biri şunda qıla alamdı?